Dostlar, assalomu alaykum Webhouse obunachilar. Sizlarga tuyoq qanday kesish? Hozirgi kunda og'ziyara kasalidan keyin problem bo'layotgan tuyoq kasalligini davolash ishlarini ko'rsatib boraman. Bu video YouTube kanaliga qo'yiladi. Hozir mana doktorimiz tuyoq kesyapti. Mana tuyoq kesish jarayoni. Ponni tuyog'i ajraydi. Mana bu tagidagi qatlam yangi chiqqan qatlam bu. Bu olinmaydi, ustidagi qatlam olinadi. Hozir mana shuncha tuyoq olindi hozir bundan. Mana sizlarga aniqroq ko'rsatadigan bo'lsam, bu tuyoq shunday turgan bo'lgan. Buni olib tashadi. Mana tagidagi tuyoq ham qatgan, bemalol yuradi. Mana jivoy. Mana hozir kesyapti mana. Shunday qilib kesib olib tashlash kerak. Kesib olmasa nima bo'ladi? Kesib olib tashlamasangiz, bu orasidan go'ng kiradi. Bu yangi chiqayotgan tuyoqni chiritib qo'yadi. Keyin bettar oqsa tuzalishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun obязательно kasal bo'lib tuzalgan molinglar 20 kundan keyin tirnog'ini olinglar. Mana buni ham orasiga go'ng kirib boshlabdi. Go'ng kirib orasini chiritib yuboradi yangi tuyoqni, yangi qatlamni. Hozir buni olamiz. Yana sizlarga bir foydali ma'lumot. Chekasi bor-ku. Chekasini olmanglar iloji boricha. Bu o'zi yurganda sinib o'zi tekizlanib qoladi. Bu yer asosiy baza bo'lib usha berib turadi. Yangi tuyoqqa boshlash oyin. Yangi tuyoq boslashib ketguncha bu yer baza bo'lib usha berib turadi. Hozir tuyoqni tekis qilib kesib, keyin yarasi bo'lsa dori qo'yamiz. Ungacha biz stanoyimizni obzor qilib turaman. Mana stanoy qornida ikkita ip turadi, orqasida zanjiri bo'ladi, o'tirib olsangiz ushlab turadi. Bu galishten zotli sigirimiz. Tuyog'iga nima qo'yasizlar deganlar uchun Oximax spreydan foydalanamiz. Bizda qanday bo'lsa shundayligicha YouTube'ga qo'yamiz. Mana Oximax spreydan foydalanamiz. O'zimiz tayyorlagan maz bor mana. Tarkibida levamikol, medniy kuparoz, ixtiyoriy emas, rifampitsin bor. Tuyoqni kesyapti, yarasi bor ekan shu yoqda. Ozgina. Ya'ni ozgina yarasi bor ekan. Hozir uni dori qo'yib bog'laymiz. Tirnoqni olgandan keyin tozalab yuvib turib, keyin sprey sepiladi, keyin dori qo'yib bog'lanadi. Suvni tarkibini ham aytib o'tdik. Suvni tarkibida. Suv tarkibi, suv iliq suv bo'lish kerak. Nima qo'shgansiz doktor suvga? Tuz. Medniy kuparoz ham bormi? Ozgina bor, keyin nima bor? Formalin. Kamroq dozada qo'shib yuvsanglar, tuyoqdagi mikroblarni ham o'ldiradi. Bakteriyalarni o'ldiradi, tuzalishi uchun yordam bo'ladi. Dori qo'yib bog'laymiz. Endi dori qo'yib bog'laymiz. Mana o'zimizning maxsus dori. O'zimiz tayyorlagan dori. Shunday qilib ko'p qilib birinchi sprey sepib oling, doktor. Bu agar qiziq bo'lsa, mazdik bo'lsa tegishlar. Bu agar qiziq bo'lsa, tarkibi akam aytishdiki, kamroq tushuntirishda qancha qo'shishni aytishmadi.
qiziq bo'lsa Telegram kanal bor, o'shalarni to'liq retsept o'sha yerda bor. Oximax Toshbolta ota 25 ishlaylar. Bu yoqqa yaxshi ishlayapti. Sepiladi. Asosiy bu qilganlaridan keyin tayini quruq qilishlaring kerak. U dorini qo'yib bitmayapti-yu deb negativ yozishdan oldin dorini qo'yib tayini quruq qilib sharoitni yaxshilasalar. Albatta, quruq saqlash kerak. Dorini qo'ygandan keyin birinchi o'chirda quruq saqlasa, bunaqa tuyoq kasallar ham kam bo'ladi. Kasal bo'lgan mol tuzalishi oson bo'ladi. Ko'pchilik yozdida mana shu paytda dorilar bir payt ta'sir qilmadi, boshqa. Biz ta'sir qilyapmiz. Sizlarda yo'q, to'g'ri qo'llanmayapti yoki tayyorasi bor. yoki Tuyoq muammosi ko'p bo'lyaptimi? Ratsionlarni ko'rib qo'yinglar. Ratsion birinchi o'chiribdi. Asidozlarda asolati bo'lishi kerak. Ovqat yaxshi hazm bo'lmasdan asidoz bo'lgan tuyoqda muammo keltirib chiqaraveradi. U srazi bilinmaydi, shu 3-4 oy davomida bildirib bitta ko'rsatadi, tuyoqda yaraladi. Keyin yuzaga chiqadi. Srazi 1-2 kunda yara bo'lib qolmaydi ya. Profilaktika qilish kerak. Har 6 oyda yoki 4 oyda tuyoqni kesish kerak. Tirnog'ini kesib turish kerak. Tirnog'ini. Qancha e'tibor bersa chorvaga, shuncha o'ziga Foyda. E'tiborsizlik qoldimi, bir hafta shunday tashlab qo'ydimi, bo'ldi. 6 oy kamida azobini ko'radi. Sigir ham qiz bor edi, yaptimi, nozik bo'ladi. Endi chiqadi, betini kesib Kesilmaydi, bu shunday qo'yiladi YouTube'ga boricha. Odamlarga shunday boricha ko'rsatib beramiz. Hozir bog'laymiz. Bog'lagandan keyin yurganini ham qo'yib beramiz. Montaj ham qilmaymiz. Montaj ham qo'ymaymiz. Shunday boricha qo'yiladi. Eng eksklyuzivli videolar o'sha yerda bo'ladi. Baylab nihoyasiga yetkazdi. Endi hozir bu sigirni yurayotganini ham qo'yib boramiz. Bitta savol tashlab ketamiz. Mana kommentariyaga yozishadi. Baylab bo'lgandan keyin nimaga mana shu tuyoqni nashitiga spray sepib qo'yiladi? Sababi nima? Kommentariyaga yozib keting. Ana, qiziq savol sizlarga. Nimaga shunaqa spray sepiladi? Bilganlarga topganga surpriz bor. Surpriz bor. Tashlab beramiz. Bor. To'g'ri topgan odam. Mana, surprizi ham bor ekan. Ham video ko'rib, ham pul ishlab olishinglar ham mumkin. Cho canım. Mana molimizni o'zi davolab oldik. Tuyoqlarini olib. Bog'lab qo'ydik. Endi yurib ber. Bizda yomg'ir yog'yapti. Mana sigirimiz ketyapti. Ferma. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.